Bizni tinglayotgan barcha yurtdoshlarimizga yana bir bora salom alaykum deymiz. Siz audio kitob loyihasini tinglamoqdasiz. Xizmatingizda Baxtiyor Mo'minov. Dale Carnegie 3-bo'lim. 1898-yil Nyu-York shtatining Rockland grafligida fojiali bir voqea sodir bo'ldi. Oilada bir bola vafot etdi. Shu uyning qo'shnilari ta'ziyaga borishga tayyorlanishayotganida Jim Farley otxonaga kirib, otni olib chiqadi-da, aravaga qo'shishga harakat qiladi. Yer qor bilan qoplangan, havo esa juda sovuq edi. Otni bir necha kundan beri tashqariga olib chiqishmagan ham edi. Nihoyat olib chiqib, suv to'ldirilgan tog'oraning oldiga ichirish uchun olib kelishganida, u o'ynoqlab ketdi. Orqa oyoqlarini baland ko'tarib, Jim Farleyni tepib o'ldirdi. Shunday qilib, Stony Point qishlog'ida bir haftaning ichida 2 kishini dafn qilishdi. Jim Farleydan uning bevasiga 3 o'g'il va bir necha $100 sug'urta pullari qoldi xolos. Uning to'ng'ich o'g'li Jim 10 yoshda edi. Bolakay g'isht zavodiga ishga kirdi. U qoliplarga qum olib kelib, solib turar hamda g'ishtlarni u yoqdan bu yoqqa ag'darar edi. Shunday qilinsa, g'ishtlar quyoshda yaxshi qurardi. Jim hech qanday ma'lumot ola olmadi. U irlandcha iltifot bilan odamlarni o'ziga qaratib, jalb qila olardi. Shu bois siyosat bilan shug'ullana boshladi. U ko'p yillar davomida uchrashgan va tanishgan odamlarining ismini esda saqlab qolish qobiliyatini takomilga yetkazdi. U o'rta maktabda umuman o'qimagan bo'lsa ham, 40 yoshga kirganida 4 tala kollej unga ilmiy unvon berdi va u Demokratik partiyaning Milliy qo'mitasi raisi va Amerikaning pochta vaziri bo'ldi. Men bir kuni Jim Farleydan intervyu oldim va bunda yutuqning boisini so'radim. U savolimga mashaqqatli mehnatda deb javob berdi. Bu javobga binoan men siz hazillashyapsizmi deb aytdim. Shunda u mendan yutuqlarning boisi nimada sizningcha deb so'radi. Menga ma'lum bo'lishicha siz 12 ming kishining ismini bilar ekansiz dedim. Yo'q, xato qilyapsiz. Men 50 ming kishining ismini nomma-nom aytib berishim mumkin deb e'tiroz bildirdi u. Xotirangiz jam bo'lsin. Farleyning ana shu qobiliyati Franklin Rooseveltni Oq uyga joylashtirib qo'yishiga juda qo'l keldi. Jim Farley gips ishlab chiqaradigan konsernning gumashtasi va Stony Point mahalliy o'z-o'zini idora qilish organida kotib bo'lib ishlar edi. O'zi uchun ismlarni yodlab qolish tizimini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Dastavval bu tizim unchalik murakkab emas edi. Har safar yangi tanish-bilishlar orttirganida ularning to'liq ismlarini aniqlar, oilasining tarkibiy qismi, mashg'ulotlarining turini, siyosiy mavqeini surishtirardi. Farley bu ma'lumotlarning barchasini umumiy suratining bo'lagi sifatida xotirasiga joylar, bu kishini bir yildan keyin bo'lsa ham uning yelkasiga qoqib uchratganida xotiningiz va bolalaringizning ahvoli qanday? Bog'ingizda o'sayotgan yovvoyi o'tlarni yulib tashladingizmi? deb qo'yar edi. Uni izzat-hurmat qiladigan juda ko'p tanish-bilishlar orttirganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Rooseveltning prezidentlik saylovi arafasida Jim Farley bir necha oy davomida G'arbiy shtatlarning barcha xalqiga har kuni bir necha yuzlab maktublar bitdi. Keyin esa 19 kun mobaynida u 20 ta shtatda bo'ldi. 20 ming mil yo'l bosdi. U qaysi shaharga kirmasin, kerakli kishilar bilan uchrashar, nonushta, ovqat, choy ustida dildan suhbatlashar va g'ayrat bilan yana yo'lga tushar edi. U sharqqa qaytgach, o'zi borgan har bir shaharga xat yozar, biror kishidan u suhbatlashgan kishilarning ro'yxatini yuborishini iltimos qilardi. Yakuniy ro'yxatda minglab kishilarning nomlari bo'lar, ularning barchasi Jim Farleydan shaxsan xat olgan va undan mamnun bo'lganliklarini izhor etishardi.
Barcha maktublar azizim Bill yoki hurmatli John degan murojaatdan boshlanib, shubhasiz Jim so'zi bilan yakunlanar edi. Jim Farley hayotining dastlabki davridayoq shuni payqagan ediki, o'rtacha toifadagi odamni ko'proq o'zining ismi qiziqtiradi. Unga butun dunyodagi ismlarni qo'shib hisoblaganda ham o'zining ismi afzal ko'rinar ekan. Shu ismni esda saqlab qolib, undan erkin foydalanib, bu kishiga juda nozik, shu bilan birga nihoyatda foydali takalluf, ya'ni sezilmas xushomad qilishingiz joiz. Agar o'sha kishining ismini esdan chiqarib qo'ysangiz yoki noto'g'ri yozsangiz, noqulay ahvolga qolasiz. Masalan, men bir kuni Parijda notiqlik san'ati bo'yicha kurs tashkil qilib, uni rotatorda ko'paytirib, o'sha yerda yashaydigan amerikaliklarga tarqatdim. Manzil va kishilarning ism-familiyasini ingliz tilini juda yomon biladigan fransuz mashinistkalari yozishgan. Tabiiyki, ular juda ko'p xatolarga yo'l qo'yishgan. Bir kishi Amerikaning Parijdagi yirik bank boshqaruvchisining ismi noto'g'ri yozilgani uchun keskin norozilik xatini yuborgandi menga. Andrew Carnegiening muvaffaqiyatlarining boisi nimada edi? U po'lat ishlab chiqarishdan juda kam narsani bilsa ham, po'lat qiroli deb yuritishar edi. Uning qo'l ostida po'lat ishlab chiqarishni undan juda yaxshi biladigan yuzlarcha odam ishlar, ter to'kishar edi. U odamlar bilan muomalani nihoyatda qotirib qo'yardi. Aynan ana shu omil uni eng boy kimsalardan biriga aylantirdi. Andrew Carnegiening tashkilotchilik mahorati, rahbarlik qobiliyatini ancha erta namoyon etdi. U 10 yoshida odamlar o'z ismlarini juda yaxshi ko'rishlarini tushunib yetdi va bu ixtirosi yordamida odamlarni o'zi tomonga og'dirib ola boshladi. Masalan, u bolaligidayoq ishlab quyoncha sotib oldi va tez orada ular ko'payib ketdi. Ammo quyonlarni boqish uchun yetarli ozuqa yo'q edi. Ana shunda uning xayoliga ajoyib bir fikr keldi. Qo'shnilarning bolalariga agar ular quyonchalarga yetarli darajada beda va qoqa o'tlardan olib kelsa, bu jonivorlarga ularning ismlarini qo'yajagini aytdi. Uning rejasi xuddi sehrgarlik kabi ish berdi. Buni Carnegie bir umr xotirasida saqlab qoldi. U mana shu ruhiy usulni ishbilarmonlik sohasida foydalanib, ko'p yillar davomida millionlarni jamg'ardi. Shu tarzda Pensilvaniya temir yo'liga po'lat reyslar sotishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. O'sha paytda yo'llar prezidenti Edgar Thompson edi. Andrew Carnegie Pittsburghda po'lat qo'yadigan zavod qurdi va uni Edgar Thompson nomli po'lat qo'yadigan zavod deb nomladi. Hozir esa quyidagi jumboqni hal etishga harakat qiling. Pensilvaniyada qurilayotgan temir yo'l uchun relslarni Edgar qayerdan sotib olgan? Sears Roebuck firmasidanmi? Yo'q, xato qildingiz. Aqlingizni yaxshiroq ishlating. Yotib ketiladigan vagonlar ishlab chiqarish bo'yicha birinchilik uchun janjal ketayotgan paytda po'lat qiroli quyonchalar tarixiga doir voqeadan olingan saboqni yana bir bor xotirladi. Andrew Carnegie tomonidan nazorat qilinadigan Central Transportation Company bilan Pullmanga tegishli kompaniya o'rtasida juda katta tortishuv ketar edi. Ikkala kompaniya ham Union Pacific temir yo'liga yotib ketiladigan vagonlar yetkazib berishga buyurtma olishga urinar, shu maqsadda bir-birini siqib chiqarishga harakat qilar. Hech qanday foyda ko'rishning imkoni bo'lmay qolgan darajagacha narxni tushirar edi. Carnegie ham, Pullman ham Union Pacific boshqaruvi a'zolari bilan suhbat o'tkazish uchun New Yorkka kelishdi. Kechqurun St. Nicholas mehmonxonasida Carnegie Pullmanni uchratib qoldi. Kechki salomlar bo'lsin, janob Pullman. Ikkalamiz ham o'zimizni ahmoqona tutyapmizmi? Nima deysiz? Siz nimani nazarda tutyapsiz? Dedi Pullman. Shunda Carnegie bu ikki korxonani birlashtirish to'g'risida miyasida pishitib yurgan fikrni o'rtaga tashladi. Ular alohida bir-biriga qarshi korxonalar emas, balki
birlashish tufayli olinadigan qulayliklar haqida yorqin bo'yoqlar bilan batafsil tushuntirdi. Pullman diqqat bilan tingladi, ammo Karnegi to'liq tushuntira olmagan edi. Nihoyat u qiziqsinib, yangi kompaniyani qanday nomlagan bo'lar edingiz, deb so'radi. Albatta, Pullmanning lyuks vagonlar kompaniyasi debdi, dedi Karnegi. Pullmanning yuzi yorishib ketdi. Yuring, meni xonamga, dedi u. Gaplashib olamiz. Ular o'rtasida bo'lib o'tgan suhbat sanoat sohasida tarixiy voqea bo'ldi. Andrew Karnegining do'stlari va ishdagi hamkorlarining ismlarini to'la esda saqlab qolish va to'g'ri aytish odati uning rahbarlik qilish usulining asosi edi. U juda ko'plab ishchilarning ismini bilishi bilan faxrlanar, shuningdek, shaxsan o'z rahbarlik qilayotgan va rivojlanayotgan po'lat quyish zavodidagi ish tashlashlar ham aslo zarar keltirmas edi. Podrevskiy o'z navbatida qora tanli oshpazni janob Kopper deb yuksak qadrlar. Buning natijasida o'zi ham uning juda katta ehtiromiga sazovor bo'lgan edi. U Amerikaning u qirg'og'idan bu qirg'og'igacha 15 marta aylanib chiqqan va har safar uni gulroz qarsaklar bilan olqishlaydigan tomoshabinlarga peshvoz chiqishi bilan shu oshpaz uni shirin taomlar bilan kutib olar edi. Mana shu yillar davomida Podrevskiy oshpazni biror marta George Jem deb atamagan, balki Yevropacha ulug'lash mazmunida janob Kopper deb atardi. Bu esa oshpazga juda xush yoqar edi. Odamlar o'z ismi bilan shu darajada g'ururlanib faxrlanishadiki, o'z ismlarini qanday yo'l bilan bo'lmasin abadiylashtirishga urinadilar. Jahli nihoyatda tez, johil qariya Barnum o'zining nomini davom ettiradigan o'g'illari yo'qligidan o'kinar edi. Shuning uchun ham u o'zining nabirasiga $25,000 berib, o'zining nomini qo'shib Barnum Silly deb atashni iltimos qilgan edi. 200 yil muqaddam boylar yozuvlarga o'z hayotlarini kitoblarida yoritishlari uchun pul berar edilar. O'z nomlarini insoniyat xotirasidan butunlay yo'q bo'lib ketishidan cho'chigan ko'pgina kolleksiyachilardan muzeylar hamda kutubxonalar doimo qarzdordir. New-York xalq kutubxonasida Astor va Lynxlarning kolleksiyalari mavjud. Metropolitan muzeyi esa Benjamin va Morganlarning ismlarini abadiylashtirgan. Shunday qilib, siz odamlarga yoqishni istasangiz, 3-qoidaga amal qiling. Odamning ismi qanday tilda bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi uchun eng shirin va eng muhim ovoz ekanligi hamisha yodingizda tursin. Vaqt ajratib bizni tinglaganingiz uchun sizga tashakkur. Oldinda yoqimli ham suhbat bo'lishning oddiy usullari haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Bizni tinglashda davom eting.